Yangilik qilishga charchamaydigan Shanxay Exim jamoasi akalar, assalomu alaykum. O'zbekistonda yagona bo'lib turgan opporniy disk ishlaydigan uskunani Olmaliq shahriga o'rnatganmiz. Ko'rib turganingizdek almazning hamda o'zining filtrlari bor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, pona xarakteristikasi, parametrlar bilan tushuntirib, istaniyalarini ko'rsatib beramiz akalar. Shanxay Eximning eng afzal tomonlaridan nima deysani, mana klient xohishiga qarab uskunani biz olib kelib beramiz. Misol uchun mana yo'lkasi bosilsin dedilar, almazning toshda shilsin dedilar, mana Musulmon aka. O'zlari qo'ygan shart bilan mana stolni olib kelib berdi. Aka, mana opporniy disk shilib ko'rdi. Yo'lkalarini ko'rsangiz, zavodskoydan ham yaxshiroq chiqardi. Mana almazning toshda shiladi. Buni uzun zavodskoy toshi 800 ta barabangacha yetadi. Zavod 800 taga garantiya bergan. Ya'ni shu bitta ikkita tosh bilan mana shu barabandan 800 tasini shilishga yetadi. Aka, mana stolni qildi. Ishini ko'rdingiz. Siz oldin rezeslikdan ham shilib ko'rgansiz. Endi mana toshlikni ko'rdingiz. Farqi, afzalliklari sizdan keyin oladigan odamga ham aka, bitta klientlarga o'zingiz fikringizni bildiring aka. Afzalligi chistoy oladi. Rezesda chornoy bo'ladi. Shu chistoy olgani uchun ham yaxshigina двойной, тройной pul to'layapmiz. Yaxshi bo'lgani uchun zakaz qilyapmiz. Akalar tez ishimizni hal qilib berdi. Akalarga ham hammasiga rahmat. Stanok eng zo'ri olish xohlaymiz. Hozircha eng yaxshisi shu. Keyin zo'rchisi bir haftadan keyin chiqsa, bir haftadan keyin bundan zo'rini olamiz. Hozircha eng zo'ri shu. Okalar, eslatib o'tamiz, bu aka 50-180 uskunasidan ham olib berganmiz. Ishlatishganlar shunaqa haligi madasi bo'ladi. Agar klientlarimizdan bittalari haftaskasidan yangiligi chiqsa, yangisini o'rnatadigan aka. Alloh xayrli qilsin. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Okalar, sizlarga ham shunaqa opporniy disk ishlaydigan, almazniysa, kerak bo'ladigan bo'lsa, Shanxay Eximga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana O'zbekistonda hozirgi kunda bir dona bo'lib o'rnadi shu. Istanalardan qilindi, stanok zo'r ishladi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, albatta mana shu uskunadan sizga ham olib borib o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Garantiya servislari bor.